u musulmon degani rabochiy bo'lib, ishchi bo'lib, birovni iymonsizni fermasida borib molini boqib, tagini tortib, bitta bola 30 ga kirib qolgan bola internetda maqtanyapti, bu jinni. Mana men deydi, dashada yuribman deydi, bitta xazayinda deydi, itini boqaman deydi, bo'ldi deydi. Bir haftada bir keladi, men bir hafta it boqib, oylik olib yuraman, maqtanyapti, chumo. Jinnimisan sen, o'y, jinni sen millatni asra, birovni itini boqib maqtanasanmi sen? Qolgan millat ko'rib nima deydi? Xarib deydi, it boqishga qoladi meni kuningni. Bizi o'tmishimiz kim edi? Amir Temur Liboyni nakalini o'tkazib olgan. Osmonda yulduzga qarab og'zini ochib, burnini artalmayotgan paytda Ulug'bek bobomiz osmonda xaritasini chizib qo'ygan. Ibn Sinolar meditsinada nomeradin bo'lgan. Imom Buxoriy hadis ilmining sultoni bo'lgan. Bugun nima bo'lyapti bolalar? Umri televizor, internetda katta bo'lgan bola nima bo'ladi? 13, 15, 17, 20 gado bo'ladi, qul bo'ladi, xor bo'ladi. Dunyoda musulmon xor bo'lib yashash shart emas. 14-15 yashar qiz bola o'ziga qaraydigan bo'lib qolyapti. Nimaga deb o'ylaysiz? U qarash deganda u odam o'ziga qarab yurish bilan qarash farqi bor-da. O'sha kimgadir yoqqisi keladigan bo'lib qolyapti. Hozir aytingchi, qaysi maktab qizi oldi bo'yangan? Ayting. Uyatardi bo'yangan. Homilador bo'lib qolgan ayol uyda erkaklarga ko'rinmas. Uydagilardan uyatardi hattoki. Hozirchi homilador ayolni internetga ochib birlar rasmiy tushyapti. Tasavvur qilyapsiz, u qayerga qarab ketyapsiz? Homilador xotinni 2 qattiq qo'yib olib chiqyapti internet.